Mas'ud Sabri O'tgan asrning oldingi yerimida uch apandi deb mashhur bo'lgan boshlamchilarning tunjisi bo'lgan doktor, ma'rifchi va siyosatchi Mas'ud apandining to'liq ismi Mas'ud Sabri Bayquzi bo'lib, u 1887-yili bosh atiyazda Ili viloyatining G'ulji nahiyasida Sabiraji otliq bir dangliq Uyg'ur boyning oilasida dunyoga kelgan. Sabirajining Aysxondan 5 o'g'il va 2 qiz farzandi bo'lib, Mas'ud apandi ularning eng kichigi edi. Mas'ud apandi tug'ilgan yili kuzda Chorrossiyaga ko'chishga majbur bo'lib, 6 yildak Yorkentda turib qolgan Abdulmutaoli xalpitim G'uljiga qaytib kelib, bir maydon ma'rif islohoti boshlagan edi. Mas'ud apandi keyincha mushu ulug' zot ochgan maktabda tarbiyalanib, kichigidilla qalbiga milliy ruhning xislatlarini muhrlagan edi. Mas'ud Sabri Bayquzi 1902-yili Musabaylar homiyligidagi yangichi maktab o'quvchilaridan elingan tanlash imtihonidan utuqliq o'tib, yaqin saboqdishi Jirji Saji, Tursun apandi va Abdurahmon apandi qatorliq 7 nafar saboqdishi bilan birga ayni chog'dagi Osmon imperiyasining poytaxti Istanbul shahriga o'qishga chiqarilgan. Mas'ud apandi 1 yillik tirishib tayyorlik qilish orqali 1903-yildan 1913-yilgacha 10 yillik oliy maktab o'qishini boshlab o'tgan. U bu jarayonda butun Yevropani zilzilaga solgan Sulton Abdulhamidxon II-ning og'dirilishi, Bulg'ariyaning mustaqil bo'lishi va 2 qitimliq Balqon urushlariga shohid bo'lgan. Miladiya 1914-yili kuzda Mas'ud Sabri, Jirji Saji va Abdurahmon Shahidining Istanbuldagi o'qishimi oxirlashgan edi. Uning ustiga Istanbulning vaziyati kundan kunga yomonlashib, fuqarolar urush vahimasining ichida qolgan edi. Chunki shu yili 11-noyabr Osmoniylar rasmiy 1-dunyo urushiga qatnashgan edi. Bu urushning oqibati Osmonli uchun unchalik parlaq natijalarni akalmaydiganligini kundalik urush xabarlaridan bilib olg'ili bo'ladi. Mana shunday jiddiy vaziyatda hokimiyat beshidagi birlik va taraqqiyot tashkiloti ularning ona yurtiga qaytib ketishi lozimligini uqtirgan. Mas'ud apandi G'uljiga qaytib kelgandan keyin oldi bilan o'z kasbi bo'lgan doktorlik mahorati bilan xalqiga xizmat qilishni qaror qilib 1915-yildan boshlab bir shifoxona ochib haqsiz kasal ko'rgan. Biroq oradan bir necha yil o'tmayla Mas'ud apandi militarist Yang Zingshinning Uyg'ur xalqini nodonlikda qoldirib, davomli qul qilish g'arizini his qilib yetib, doktorlikni tashlab, ustozi Mutaoli xalpitim va saboqdishi Jirji Sajilarning qo'llab-quvvatlashi bilan Turan nomli bir yangichi maktab qurib, oqartish harakati qo'zg'agan. Yang Zingshin 1915-yili Qashqardagi yangi ma'rif harakatini bostirib, Turkiyadan kelgan ma'rifchi Ahmad Kamolni qamoqqa olgandan keyin qora qo'lini ilg'imi uzitishga boshlagan. Oqibat 1917-yili Turan maktabi taqib etilgan. Mas'ud apandi Rossiya oktyabr inqilobidan keyin Ilida Dernek nomli maktabni qurib, bolshevizmga qarshi milliy ideya tarqatgan. Natijada Yang Zingshin bu maktabni butunlay pechatlab o'tgan. Mas'ud apandi qilchi tambarmay 1925-yili Ili maktabini qurib chiqqan. Yang Zingshin bu qitim turlik suiqasd ishiltib ko'ribmi, Mas'ud apandining mazkur maktabini taqashga bahona topolmagandan keyin uni Urumchiga chaqirib kelib, o'zi bevosita so'roq qilgan. Biroq Mas'ud apandi bek gapga usti kishi bo'lg'ashqa, Yang Zingshinga gap bermay, to'limi ustilik bilan o'zining ishini to'g'riga chiqargan. Yang Zingshin amalsiz qo'yib bergan va keyincha uni boshqa yo'l bilan uni ko'zdan yo'qotmoqchi bo'lgan. 1928-yili 7-iyul Yang Zingshin qo'l ostidagilar tarafidan etib o'ldirilgan. Bu hol Mas'ud apandining 1928-yildan 1933-yilgacha bo'lgan 5 yilda Do'ng mahalla maktabini qurish orqali nurg'un ish qilib olishiga imkoniyat yaratgan. Tolimi afsuski 1933-yili kuzda uning saboqdishi va yaqin maslakdoshi Jirji Saji Kuchadagi Xo'janiyoz hojilarga elchi bo'lib ketgan Jirji Sajining Muzdavandagi qo'rg'onda vafot bo'lib ketishi va shu yilning oxirlari Sovet qizlar armiyasining ilig'i bostirib kirib Shingsega madad berishi tufaylidan Mas'ud apandi ona vatanining siyosiy istiqbolidan qattiq umidsizlanib, shu yilning oxirgi kunlari Gomindang hokimiyatining markazi Nanjingga berib Shingse
Rossiyaga va Sovet ittifoqiga qarshi siyosiy avangardga aylanib, Xitoy Gomindang Kengash palatasining g'olliq a'zosiga aylangan. U Nanjingda Aysabek bilan birga siyosiy kurash yo'liga qadam qo'yib, vatani va xalqining kelajagi uchun kurash qilgan. 1943-yili atiyazda ularga Mamtimin Bug'ra apandi qo'shilgan. Ular 1945-yili kuzda ona vataniga qaytib kelgandan keyin 3 apandi nomi bilan mashhur bo'lgan. Hammaga ma'lumki, 1944-yili 12 noyabr qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati 1945-yili 8 aprel o'zining eng qudratli qurolli kuchi bo'lgan milliy armiyani qurgandan keyin shu yili 7-oydan 9-oygacha bo'lgan 2 oy vaqt ichida Sharqiy Turkistonning shimolidagi 3 cho'ng viloyatni to'liq ozod qilib, yana 3 oy ichida butun Sharqiy Turkiston tavasini to'liq ozod qilish ko'zga ko'rinib qolgan hayajonli paytlarda Stalin hukumati 1945-yili 15-sentabr milliy armiyani Manas daryosi bo'yida to'xtatib qo'yish qarori chiqarib, kun seri zafar quchayotgan Uyg'urlarni to'xtamay mag'lub bo'layotgan Xitoy bilan suhbatga majburlagan. Shu yili 7-oyda atalmış o'lkalik birlashma hukumat qurilgan. Mas'ud apandi bu hukumatning g'olliq odamlaridan biriga aylangan. 1947-yili 21 may Mas'ud apandi o'lkalik hukumatning raisligiga, Aysabek hukumatning bosh kotibligiga, Muhammad Emin Bug'ra apandi muavin raislikka tayinlangan. Mas'ud apandi Mamtimin Bug'ra va Aysa apandilar bilan birlikda qo'lidagi huquqdan foydalanib, Altay nashriyati va Arik gazetini barpo qilib, butun kuchi bilan xalqni tarbiyalashga va kelgusidagi mustaqillik uchun ma'naviy asos solishga tirishgan. 1949-yili 1-oyda Mas'ud apandining o'rniga Burhan Shahidi rais bo'lgan. Shu yili yozda Burhan Shahidi Lanjuga maxfiy yetib berib, Lanjuni yengil ishg'ol qilib olgan Xitoy Kompartiyasining harbiy katibashlari bilan ko'rishib, Sharqiy Turkistonni qanday qilib chiqimsiz ishg'ol qilish haqida suhbatlashgan. Sovet ittifoqimi buningga mos holda shu yili 7-oyda Liu Shaoqi bilan Moskvada maxfiy suhbat o'tkazgandan keyin 8-oyda Xitoy jasusi Deng Lichunni Moskvadan G'uljiga avatib, Sharqiy Turkiston armiyasining barliq ahvolini Xitoy Kompartiyasiga yetkazgan. Arqadınla Ahmadjon Qosimiy boshchiligidagi milliy rahbarlar Sovet ziminiga opirilib yo'q qilingan. Onunğa mas halda Burhan Shahidi va Gomindang ishg'olchilari shu yili 26-sentabr Kompartiyaga taslim bo'lganligini jakarlagan. Gerçi Aysabek va Muhammad Emin Bug'ra apandilar shu yili kuzda Hindistonga chiqib ketgan bo'lsa-mu, biroq Mas'ud apandi ona vatanida qolib qilib, beshiga kelganini ko'rishda ching turgan. Aqibat u Chingizxon Damollam qatorliq mo'tivarlar bilan birlikda 1950-yilning boshlarida Xitoylar tarafidan tutqun qilinib turmaga tashlangan. 1952-yili 2-oyda boshqa sabdoshlari bilan etib tashlanishdan sal ilgari kasal sababi bilan turmada olamdan o'tgan. Mas'ud apandi Sovet ittifoqi va uning g'olchisi bo'lgan Xitoy banditlarining ko'ziga qadalgan mix bo'lg'ashqa Mas'ud apandini etib o'ltirib hayva qilish maqsadiga yetolmagan Xitoylar oxirida uning jiyani, ya'ni Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati ichki ishlar ministri Rahimjon Sabir Hojini qattiq qiyin qistoqqa elib, to'limi ichinishli shaklda shahid qilgan. Mas'ud apandi Uyg'ur yaqinqi va hozirgi zamon tarixidagi eng munavvar yo'lboshchilarning biri bo'lib, u qo'lidan kelgan barliq tirishchanlik va imkonlar bilan Sharqiy Turkistonning mustaqilligi va Uyg'urlarning ozodligi uchun bir umr tirishgan va Uyg'urlar uchun buyuk ma'naviy miroslarni qoldirib ketgan.